Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yig'ish bo'limi hamda zamirni ko'rib ketamiz. Birinchi zamirdan boshlaydigan bo'lsak, o'lchov shartnomasini olamiz, ya'ni yangi zamir yaratib olamiz. Bu yerda bir kassani tanlab, o'lchov topshirig'i yaratamiz. Bu yerda mijoz tanlashimiz kerak bo'ladi. Power imchini tanlayman. Undan bajarish muddati soatlargacha qo'yishimiz mumkin. Bajaruvchini o'zim qilaman va boshqa manzil bo'ladigan bo'lsa, manzildan boshqa manzil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda manzilni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Xo'p, mana MT72 bo'lib yaratildi. Bu yerda eshik, qoplama, framoga qaysini o'lchamini oladigan bo'lsak, o'shani kiritib ketamiz. Masalan, hozircha eshiknikini olib turaylik. 2010 900 hamda 600 bo'lsin. Ochilishi, o'rnatilishi parogli. Bu yerda zamirni rasmini ham biriktirib ketishimiz mumkin. Agar xuddi shunaqa zamir boshqa xonaga kerak bo'ladigan bo'lsa ham, bu yerda xuddi shunaqa kopirovat qilib qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yoki yangitadan priyom qo'shmoqchi bo'lsak, bu yerda priyom qo'shishni bosib qo'shib ketamiz. Xo'p, keyingisiga bosadigan bo'lsak, priyom ma'lumotlari kiritildi. Endi eshik o'lchamini hisoblaymiz. Tasdiqlash qilganimizdan keyin qoplamaga o'tamiz. Qoplamani ham xuddi shunaqa kiritib ketamiz. Va tasdiqlash qilamiz. Hamda saqlash va yuborishni bosadigan bo'lsak, bu yerga mijoz imzo qo'yadi. Albatta buni planshetda qo'yadi. Shuna qilib imzo qo'ygandan keyin bu yerda audio yozish ham mumkin. Keyin imzoni tozalab, qaytadan imzo qo'yish ham mumkin. Audio yozib hamda izohda kerakli ma'lumotlarni berib ketish mumkin bo'ladi. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana zamir saqlandi. Endi bu yerdan yo'qoladi. Buni ko'rmoqchi bo'lsak, mana bajarilgan zamirlarga o'tadi. Xo'p, endi bu qayerda ko'rinadi deydigan bo'lsak, mana shartnomalar bo'limida MT72 bo'lib ko'rinadi. Bu yerda qolgan ma'lumotlarni mijoz kelgandan keyin kiritamiz. Qulf qanaqa tanlaydi, chasva qanaqa tanlaydi. Shuni tanlaganidan keyin eshikni turi, shishali eshik bo'lgani uchun shishasi bor yo'qligini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham qulfini tanlab ketamiz. Hamda tashkil etuvchilari bo'lsa, tashkil etuvchilarini ham kiritib ketamiz. Bu yerda savatga qo'shish qilsak, o'rnatib berish bo'limini ham ko'rib ketamiz. Shuning uchun o'rnatib berish bor qilamiz. 200 ming so'm. Buni ham savatga qo'shmoqchi bo'lsak, panel turini tanlaymiz. Savatga qo'shish qilib o'rnatib berish. Bunda ham 200 ming so'm qilamiz o'rnatib berish. Savatga qo'shish qilib, sotuv savatiga o'tib, ma'lumotlarni rasmiylashtiramiz. Va yetkazib berish ham 200 ming so'm. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana rasmiylashtirib olamiz. Muvaffaqiyatli shartnoma rasmiylashtirildi. Avval sotuv shartnomasi yaratdik. Buni esa zamirdan kelib yaratdik. Xuddi shunaqa zamir bo'limi shulardan iborat. Bu yerda jarayonlari hamda bu yerda sotuvchi zamir olib kelgandan keyin tanlaydigan joylari. Mana shartnomani endi aktivlashtirib olamiz. Tasdiqlash qilamiz. Hamda tasdiqlash qilamiz. Xo'p, endi bu B22 shartnomamiz ishlab chiqarishda ko'rinadi. Mana tasdiqlanganlarda B22 ishlab chiqarishga o'tib, B22 ni boshlaymiz. Ishlab chiqarish, boshlash. Bu yerda mahsulot grunti uchun kraska tanlaymiz. Hamda jarayonda bu yerda tanlab ketamiz. Hamda boshlash, yakunlash. Bu yerda yakunlash qilolmaymiz, chunki bu mahsulotni omborxonadan sarf qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qaysi mahsulot ekan? Bu yerda shu jarayon uchun mahsulot omborxonadan olib ishlatishimiz kerak ekan. Clear Glass degan mahsulotdan 0.33 metr kvadrat ketar ekan. Qolganlarini yakunlash qilib chiqay. Bu
Bu yerda qoplama, nalishnik, kubik, sapok hammasi kerak bo'lekan. Uchun har birini alohida jarayon qilib boshlash, yakunlash qilib chiqamiz. Boshlash qilamiz aslida. Ish yakunlangandan keyin yakunlash qilinadi. Bu yerga bosadigan bo'lsak, hech qanaqa mahsulot ishlatilmaydi. Chunki oddiy kesish degan jarayon uchun hech qanaqa mahsulot ketmaydi. Boshlash, yakunlash. Bitta mana shu jarayonimiz qoldi. Bu jarayonni yakunlash uchun omborxonadan chiqim qilishimiz kerak bo'ladi. Kutilayotgan chiqim shartnoma bo'yicha chiqim qilamiz. Asosiy omborxonadan chiqim qilishni bossak, mana Diyor degan xodimimiz B22-naryad uchun shuncha mahsulot ishlatayotgan. Bu yerda xomashyoni tanlash qilsak, agarda butun mahsulot emas, oldin ishlatib vazrat qilingan mahsulotlar bo'lsa ham tanlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yo'q ekan. Shuning uchun butun mahsulotdan olamiz. Saqlash qilib, bitta Clear Glass bir donasi 0,72 metr kvadrat ekan. Buni tekshiramiz hamda qolgan qismini xodim bo'yniga qarz qilib yozib qo'yiladi. 0,33 esa shartnoma uchun biriktiriladi. Sarfni shakllantirish qilamiz. Kod Telegram orqali keladi. Buni kiritamiz. Kodni kiritganimizdan keyin omborxonadan chiqim bo'ladi. Clear Glass. Bu yerda qaytarilgan qoldiqqa keladigan bo'lsa, mana Diyorbekda Clear Glassdan B22-shartnomadan 34.02 qarzi bor. Buni qabul qilganimizdan keyin bu enni kiritib qabul qilamiz, keyin xodim qarzidan qutuladi. Xo'p, omborxonadan chiqim qildik. Endi ishlab chiqarishga qaytib, jarayonni yakunlab qo'ysak bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayoni omborxonadan olganimizdan keyin muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi tayyor mahsulotlarga o'tib, yuk xati shakllantirishimiz mumkin. Bu yerda 0,5 qilamiz. Yoki yuk xati shakllantiramiz yoki tayyor bo'ldiga o'tkazamiz. Tayyor bo'ldiga o'tkazsak, ikkalasida nima farqi bor? Yuk xati shakllanmaydi, faqat tayyor mahsulotlarda ko'rinadi. Bu yerda mana B22-naryad. Bu yerda qaysilari tayyor bo'lganini kiritib ketamiz. Hammasi tayyor bo'ldi, shuning uchun hammasini kiritib ketamiz. Bu yerda ishlab chiqarishda boshqa naryadlar ham bor. Agar hammasini bir qilib laboga yuklab jo'natmoqchi bo'lsak, bir va undan ortiq naryadlarni ham belgilab ketishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun tayyor bo'ldiga o'tkazib, alohida yuk xati shakllantirsak bo'ladi. Agar bitta naryadni o'zi bitta yuk xati bo'ladigan bo'lsa, o'sha yuk xati shakllantirib jo'natib olsak bo'ladi. Xo'p, endi yuk xati yarataman. Asosiy skladga ketadi, korxona haydovchisi hamda avtomobil biriktiriladi. Xo'p, yuk xatlari bu yerda ko'rinadi. 70. Yuk xati 70 bo'ldi. Buni endi yuborish qiladigan bo'lsam, mana ishlab chiqarishdan mashina chiqib ketdi. Endi bu yig'ish bo'limida ko'rinadi. Mana 70 bo'lib 22 va 18-naryadlar keladi. Buni omborxonachi qabul qilib oladi. Omborxonachi omborxonaga kelib ishlab chiqarishdan qilib mana ikkita naryadni 18 va 22-naryadlarni mahsulotini qabul qiladi. Hammasi to'g'ri bo'lganini tekshirgandan keyin qabul qildim qiladi. Hamda bu yig'ish bo'limida mana yuk xatida ko'rinadi. Danni bo'lib, bu yerda polni nimalar kelgani ko'rinadi. Xo'p, endi B22 skladga kelgandan keyin buni yig'ish boshlanadi. Ya'ni boshlash qilamiz. Endi bu yerda yig'ishda shu jarayonlar bor ekan, 8 chasvak qotirish, zamok ochish hamda molding o'rnatish degan jarayonlar bor ekan. Boshlash qilamiz hamda xodim biriktiramiz bularga. Boshlash qilib yakunlangandan keyin yakunlash ham qilamiz. Bu yerda boshlangan, yakunlangan vaqtlari ko'rinib turadi.
va mana yangida yo'qoldi, jarayondan ham yo'qoldi. Endi yakunlanganga o'tdi, chunki hamma jarayon yakunlandi. Endi o'rnatish bo'limiga o'tsak, B22 ko'rinmayapti, chunki bu omborxonadan hali chiqib ketmadi. Buni omborxonadan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Kutilayotgan chiqimda, mana buyurtma chiqimlarida asosiy omborxonaga o'tib, B22 ni omborxonadan chiqim qilib olamiz. Keyin esa bu o'rnatish bo'limida ko'rinadi. Buni mijoz olib ketadigan payti sarfni shakllantirish qilamiz. Mijozni o'zi kelib olib ketadigan bo'lsa, tasdiqlash qilamiz. Xo'p. Endi bu yig'ish bo'limida. Xo'p, endi sotuv bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana shartnomalarda yakunlanganligiga o'tadi. Bunda o'rnatib berishni qo'shmagan ekanmiz, shuning uchun endi boshqa qo'shib o'rnatib berishni ham ko'rsatib beraman. Bu yerda yana shu eshik turini tanlab, tabaqaligi, ochilishi, shishasi yo'q. Hamda tashkil etuvchilarni kiritib savatga qo'shadigan bo'lsak, o'rnatib berish bor qilamiz bu safar. Bizning donasiga 200 ming so'm. Savatga qo'shish qilamiz. Savatga qo'shilgandan keyin ma'lumotlarni kiritamiz mijozni. Ertangi sanaga bitkazib berish qilamiz. Saqlash qilib rasmiylashtiramiz. Shartnomani ko'rish qilamiz, aktivlashtiramiz shartnomani. Tasdiqlash qilamiz. Bu ishlab chiqarishga ko'rinadi. B24-nariya. Endi ishlab chiqarishga o'tib, B24 ni ishlab chiqarishni boshlaymiz. Ishlab chiqarish, boshlash. Grunt tanlaymiz. Hamda jarayonlarga o'tib, odam biriktirib chiqamiz jarayonlarga. Boshlash, yakunlash. Endi oynalik qilmaganim uchun 4-jarayon ko'rinmadi bunda. Shuning uchun shunaqa boshlash, yakunlash qilib, omborxonadan hech qanaqa mahsulot chiqim bo'lmaydi. Hamma jarayonlarni boshlab, yakunlab olamiz. Bu yerda tayyor bo'lgan mahsulotlarni kiritib chiqamiz. Hamda yuk xati shakllantiramiz. Asosiy omborxonaga avtomobil raqamini kiritamiz. Yuborish qilganimizdan keyin bu yerda yuk xatida ko'rinadi. Buni yuborish qilamiz. Bu yerda yuk xatida ko'rinadi. B24-nariyatida. Yig'ish bo'limiga keladi. Yig'amiz buni. Boshlash. Hamda xodim biriktirib boshlab olamiz. Hamda yakunlash qilib chiqamiz. Juda ham oson, mana tugallangan ishlarda nima ishlar tugallangani ham ko'rinadi. Xo'p, yig'ish bo'limidan o'tgandan keyin o'rnatishga o'tamiz. Mana o'rnatish bo'lgani uchun B24 da o'rnatish turibdi. Buni ham boshlash qilamiz. Hamda yakunlash qilamiz. O'rnatib berish ham yakunlandi. Xodimlarga oylik yozildi. O'rnatib bergani uchun. Xo'p, yig'ish bo'limi hamda zamir olish shulardan iborat edi.